Men bitta bolani o'ldirib qo'yishimga ozgina qolgan. Bu voqea o'smirlik davrimda bo'lgan va hozir eslasam juda ham qo'rqaman. Xullas, o'sha davrlarda telekanal orqali bitta kino ko'rganmiz. Endi urush janjalli kino va u yerda bitta aytilgan informatsiya bor edi. Adashmasam, 10 sekund davomida odamni mana bu kekirdagidan ushlab tursangiz, u hushdan ketish darajasigacha boradi degan gap edi. Men eshitgandim. Endi qoni qaynaganroq bola bo'lganmiz, sho'xroq va futbol o'ynayotganimizda muzokarali vaziyat bo'lib qolgan. Urush janjallik. Bitta bola oldimizga kelib turib, deylik, biz bilan urush boshlanayotgan paytida men qarab turib, qilgan ishim bitta bo'lgan, kekirdagidan ushlaganman. O'sha kinodagi gap esimga tushib. 10dan 1gacha sanashni boshlaganman. 1ga kelganda bolaning rangi oqdan to'q qizil ranggacha kelgan. Lekin qo'yib yuborganimda xuddi tovuq so'yganda qanaqa pitirchilab qoladi. Shunaqa pitirchilab qolgan. Eng yomoni nima bilasizmi? Telekanallar